Yana bitta klientimiz ada. Qo'yatlik qilib bergan server infrastrukturamiz. Backup, server. Mutlaqo setini to'g'rilab berishimiz kerak, chunki kontora yangi, to'g'ri kontora eski, yangi ofisga ko'chishdi. Sababli setlarni bir paytda tayyorlab qo'yganmiz. Endi shularni joyini topib, kerakligini ulab, kerak emasini chiqarib tashlaymiz. Qancha portlar yetishi kerak rejalar bo'yicha. Mabodo rejadan o'tadigan bo'lsak, yana bitta qurilma olishimiz bo'yicha ko'rsatma bor.